Endi xudo xolasa oyoq og'rig'iga davo topildi. Bunga sabab bo'layotgan sabelnik, o'rmon qora, qorandiz. 3 ta narsani damlab ichib, juda ko'pchilik kelinlar yaxshi bo'lyapti. Oxirigacha ko'ring. Ichilish tartibini aytib o'taman. Og'riq juda ham kuchaydi, yurolmay qoldi. Qo'rqib ketdim. Keyin yana izlanib, o'sha internetda qidirib nima qilgandan keyin shunaqa bo'lish kerak ekan o'zi aslida. Bitta qiynaladi, bitta etapdan o'tib olish kerak ekan. Ko'pchilik shunaqa deydi. Ishonsangiz, ertasi kuni umuman ertalab tursam og'riq qolmagan. Maşallah. Shu 7-8 kundan keyingi. Endi u kimgadir qanaqa ta'sir qiladi bilmayman, lekin menga shunaqa ta'sir qildi. O'sha MRTlarga tushganimda birinchi, ikkinchi stadiya deb 60-70% yaxshi bo'lib qoldi. Maşallah. Baraka top, mana shunaqa halol ish qilish kerak. O'zaga odamlarga beryapmiz, hamma foyda ko'ryapti. Proba qiling deb. Qaysi biridan ichdingiz, bitta aytib o'ring. Mana. Nima bo'ldi ichganingiz? 2 oydan beri ichib işte. Maşallah. Senle reklama qilganda kelganman. O'shanda olib ketganman, shu bo'yi. Xudoga shukr. Yaxshi. Allohu akbar. Qanaqa bo'ldi, opa? Yaxshi ta'sir qildimi? Xudoga shukr, men bittada sezdimda ta'sirini. Ko'p dori-darmon ishlatganman-da men. O'shandan keyin sizni Instagramda ko'rdim, anaqalaringizni. Doridan ko'ra mana shu yaxshi ekan. Juda foydali narsa. Foydali ekan, og'riqlar qolar ekan. Taqqan ham ishdan qilib tashlaykansiz. Ichilish tartibi sabelnikdan 5-6 ta, o'rmon qoradan bir 10 grammcha, pashti mana shuni yarmi, mana shuncha, qora andizdan bitta yo ikkita yarim litrga damlaysiz, qaynab turgan suvga kuniga 3 mahal ichasiz. Och qoringa xudo xolasa ichsangiz 10 kunda rezultatni ko'rasiz, xudo xolasa.